Hop, shu videoda Smart Cell platformasida qanday qilib foydalanuvchilarni qo'shish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Hop, sozlamalar bo'limiga o'tgandan keyin bizda foydalanuvchilar degan joy bor. U joydan foydalanuvchilar sahifasiga o'tsak bo'ladi. Keyin bizda so'roq bor. Mana shu tugmacha, shuni bosganimizda qaysi roldagi foydalanuvchida qanaqa imkoniyatlar borligini ko'rsak bo'ladi. Egasi bilan administratorda barcha imkoniyatlar bor. Lekin xodimda ba'zi bir statistikalar ko'rinmaydi. Lekin ko'p imkoniyatlar mavjud. Hop, ko'ruvchida bo'lsa faqat ko'ra oladi, lekin o'zgartirish imkoniyati yo'q. Hop, endi yangi foydalanuvchi qo'shish uchun taklif qilish tugmasini bosib turib, xodim uchun email adres kiritamiz. Deylik, xodim.ru deydigan bo'lsam, rolni tanlayman. Rol administrator, xodim yoki ko'ruvchi. Ismini deylik xodim ru deydigan bo'lsak, parol saqlash qilamiz. Va bizda foydalanuvchi qo'shildi. Endi chiqish qilib tizimga kirish qiladigan bo'lsak, xodim sifatida kirdik. Ko'rib turganimizdek, masalan, tannarxni, jami tannarx, kutilgan foyda, bularni xodim ko'ra olmaydi. Sotuvlarga ham o'tadigan bo'lsak, jami foydani ko'ra olmaydi. Sozlamalarga dostуп yo'q. Keyin kirim chiqimda ham xodimda dostуп bo'lmaydi. Hop, keyin ta'minotchilar, mijozlar, e'lonlar. Va shu